Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana Cho'rtoq darvozasi. Sentr zamon qo'yish jarayon. Kech okamlar Farg'ona bo'ligimda telefon qildilar. Okey, Xudo xolasa darvozangiz sentr zamon qo'yilyapti. Qo'lni shu original usulini metral ishlatilyapti. 3 qavatli variant, pachineli shanner, Xudo xolasa. Mana bu darvoza 3 Xizrovot darvozasi. Sadriddin ekan darvozalari, bu ham polni buruch plyusovoyda bo'lyapti materiallari. Tepalargacha hattoki polni qalin ishlatilyapti, tepasi lazer bo'ladi. Bu darvoza esa Kosonsoy Tergachin darvozasi. Okamlar ijtimoiy tarmoqda kuzatib zakaz berganlar, tepalari ham lazerlargacha konkret bo'lyapti, xudo xolasa. Bu ham polni usulini variant. Mana bu darvoza Poppi darvozasi. Poplovka darvozamiz tayyor, xudo xolasa. Sifatlar cho'tga chiqdi, xolamlar bilan kelgasizlar, xudo xolasa. Tayyor bo'ldi darvozamiz. Qanotlar. Mana bu Samarqand darvozasi. Samarqandga chiqib ketadi, xudo xolasa. 2 qavatli. Mana orqalar mana. Bu darvoza Andijonmidi, Farg'onamidi bilmayman, okamlar Rossiyada turib zakaz berganlar. Farg'onada adashmasam. Farg'onada adashmasam, mana bu darvoza Samarqand Fason. Samarqand Fason, Surxondaryo, Denov darvozasi adashmasam, Denovli edilar. Ona bola zakaz berganlar. Oka, gurutovka sepish jarayoni. Gurutovka sepamiz, hozir bir qator kamometrga qarab kraskani sepamiz. Kecha telefon qilsam, adnetomiy bir xil qiling dedingiz, 3 qavatli variant, eng full varianti. Sifatlar o'ta cho'tga chiqdi, oka. Mana bulargacha ugonlik qo'ydik. Asli hamma disk qo'yib, ugonlik qo'yamiz. Sababi ugonlik baquvvat bo'ladi mana. Hammasiga ugonlik qo'yganman. Eng original full variant, oka. Hozir gruntovka sepilyapti. Keyin bir qator kamometrga qarab krask ko'ramiz. Mana bu darvoza 3-xonati bu. Atdeniy xonati. Bu ham pomni silliqqa ishladik. Kraska sepayirib o'talardan pomni. Mana bu darvoza okamlar ham avtoolamdan olganman, avtoolam kanaldan. O'zim obunachimda. Poppi darvozasi 296 ga 330 lik splashni o'chiladi, nalishniylari bor yonida. Mana bu darvoza esa Andijon. Boy okam yozdilar, Andijonlik oka. 290 o'chiladi. Farg'ona bilan Andijon o'tdasi okan o'ylar. Okamlar ham safarda turib zakaz berganlar, polni 201 metral ishlatilyapti, xudo xolasa. İnşallah. Yaxshi darvozlarga tanishlaringiga videolarni tashlab qo'ysizlar. E'tibor bersanglar, mana polni kitobi yo'qilgan. Mana narsani o'zimiz o'ylab topganmiz, xudo xolasa. 4 tomon egilgan mana, bilasin. 4 tomon aylan egilgan. Oka, ko'rsangiz ko'rdim deb yozib qo'ying, ishlari juda sifatli chiqyapti. Mana bu darvoza ham bu ham oka avtoolamdan olganman. Nima adashmasam, Farg'ona bilan Andijon o'rtasida o'ylar yozgan o'rnidan pastroq o'tganda ikkita dalani orasidan turib o'lchab chiqqanman, xudo xolasa. Oka, o'zlari safardilar. Oka, darvozangiz bo'yi yozdingiz, mana orqa tomon, orqa ko'rinish polni bezilov bo'lyapti. Eng full original materialni ishlatyapmiz, xudo xolasa. Kantashka suarka apparatni ishlatyapmiz. Sifatli yaxshi darvozlarga tanishlaringiz shu videolarni tashlab qo'ysizlar, sog' bo'linglar, charchamayman.